Diqqat aholiga tezkor xabar. May oyi pensiyasini mahallaga yetkazib berish orqali, ya'ni naqd pul shaklida oluvchi fuqarolarga tezkor yangilik bugun 8-may kuni tarqaldi. Barcha naqd pul shaklida pensiya oluvchi fuqarolar bu videorolikni o'tkazib yuborishga haqqingiz yo'q. Videoni tezda oxirigacha ko'rishingiz shart. Muhim ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, 2026-yil may oyi pensiyasi to'lovlarini naqd shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq 100% moliyalashtirib berildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning may oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,1 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etiladigan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,4 million nafar yoki plastik karta oluvchilarning 82% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pulini naqd shaklda oluvchilarga pensiya pullari 6-maydan 27-may sanalarida tasdiqlangan grafiklar asosida Xalq bankining sayyor kassalari tomonidan yetkazib berilishini ma'lum qilamiz, deya xabar berdi pensiya jamg'armasi o'z izohlarida. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida to'lanadigan mablag'lar: mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 412 ming so'm, yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1,12 ming so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669 ming so'm to'lanadi. Kam ta'minlangan oilalar uchun nafaqa har oy miqdorida 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun esa 165 ming so'm. Oilaning 3 va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'mdan to'lanadi. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam oylik miqdori 420 ming so'mni tashkil qiladi, deyiladi xabarda.